Qanday ahvolinglar, yaxshi turyapsizlar? Biz bugun o'tgan 2 haftalik Uyg'ur haftaligininki parag'ini qilamiz. Oldingi hafta navbatdagi vaziyat haqida to'xtalmagandik. Bugungi suhbatimiz asosligi 5 temaga yig'inchoqlangan. Birinchisi bizningki 5-yo'l munosabati bilan elib borgan faoliyatlarimiz. Ikkinchisi Angliyaninki saylimi. Üçüncü, Şanghay Hamkorlik Tashkilotininki yillik boshliqlar uchrashuvi. To'rtinchisi, NATO boshliqlar uchrashuvi. Beshinchisi, BYDning Xitoyninki BYD shirkatininki Turkiyaga mablag' solganligi haqidagi tema bo'ladi. Oldi bilan biz 5-yo'l voqeasi haqidagi faoliyatlarimizga bir nazar solsak, o'tgan hafta, ya'ni 7-ayning 5-kuni dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar o'zininki ahvoliga qarab turib, har qaysi davlatlarda bir niyat, bir maqsadda 5-iyul qatlamininki 15 yilligini xotirladik. Bu faoliyatni har qaysi tashkilotlar o'zininki ahvoliga qarab turib tashkilladi. Hamma davlatdagi o'xshamagan qarashdagi, o'xshamagan rahbarlik ostidagi tashkilotlar bir-biri bilan qarama-qarshilashadigan tashkilotlarmi bu faoliyatni qizg'inlik bilan, aktivlik bilan o'tkazdi. Xitoy elchixonalarining oldi bo'sh qolmadi. Hamda 5-iyul qatlami Uyg'urlarning tarixidagi unutulmas qatlamlardan biri. Bilganimizdek, tariximiz nurg'unlagan qatlamlarga, nurg'unlagan ichinishlik tragediyalarga to'lgan 5-iyul ana shulardan biri. Bu mayli bizningki haqiqiy mustaqilligimiz amalga oshib, xalqimiz hurlikka erishgandan keyin bo'lsin yoki shu kungacha bo'lsin, bu xotirlanadi. Buningki butun Uyg'urlar tarafidan bir xotirlanadigan kun sifatida qabul qilinganligi bir amaliyat qaraydigan bo'lsak, odatda siyosiy nishonlari va yoki maqsadlari yoki tashkiliy kimliklari bir bo'lmagan nurg'un Uyg'ur tashkilotlari, Sharq Turkiston tashkilotlari bu kunni xotirlab kelyotdi. Bu nihoyatda yaxshi bir manzara. Bu shu shaklda davom qiladi va davom qilishi kerak. Endi 5-yo'l haqidagi faoliyatlarninki biz sifatini biroz yuqori ko'tarsak, uningki tashkillanish shakllarini, ifodalash shakllarini texmo beysoq, texmo yaxshi bo'lishi mumkin. O'xshash shaklda Xitoy elchixonasining oldida namoyish qilish shaklida xotirlayapmiz. Buni bo'lsa texmo mazmunli faoliyatlar bilan o'tkazsak, texmo yaxshi xotirlasak, buningki ham shu faoliyatda shahid bo'lganlarni xotirlash yuzidan, ham Xitoyninki abdi basharasini echish yuzidan, ham bizningki avlodlarimizga vatanparvarlik tarbiyasi elib berish yuzidan texmo unumlik, ahamiyatli bo'lishi mumkin. Endi 5-yo'l xotirlash haqidagi faoliyatlar ustida ortiq to'xtalishning hojati yo'q. Bu faoliyatlar har yili bu shaklda o'tkazilib kelyotdi va bundan keyin o'tkaziladi. Buningki ahamiyati bizningki da'voyimiz nuqtasidan va kelgusidagi avlodlarimizningki engida vatanparvarlik tarbiyasini singdirish nuqtasidan nihoyatda muhim deb qarayman. Bu davomlashishi kerak. Endi o'tgan haftada Angliyada saylam bo'ldi. Ikkinchi temamiz Angliyaning saylami. Angliyaninki parlament saylamida Angliyadagi ishchilar partiyasi mutlaq ustunlikni egallab, Angliyadagi konservativlar partiyasidan hokimiyatni tortib oldi. Angliyada o'tgan 15 yildan buyon izchil konservativlar partiyasi hokimiyat tutib kelgan. Ammo bu qatimliq saylamda konservativlar talto'kisini mag'lub bo'ldi. Emgakchilar partiyasi g'alaba qildi.
Konservatiflar partisi qandaq partiya desak, biroz an'anaga ahamiyat beradigan, davlatninki egilik huquqi va davlatning kuchiga bakrak ahamiyat beradigan partiya. Kapitalga ahamiyat beradigan, boylarning tarafini bakrak yoqlaydigan shundoq bir partiya. Hamda hozir o'tib chiqqan Emgakchilar partiyasi bo'lsa, sol, biroz liberal, biroz sotsialist, sotsializmga, kommunizmga biroz yaqin, bu xildagi kishilik huquqqa, shaxslarning erkinligiga ahamiyat beradigan, nomrodlarning haq huquqini boylarning haq huquqiga qaraganda bakrak qo'g'daydigan bir partiya. Qiziqarli bir ish, Angliyada solchilar g'alaba qilayotgan bir mezgilda Yevropaninki nurg'un joylarda o'ngchilar hokimiyatni egallayotdi. Oldin qatimliq Yevropa parlament saylimida biz so'zlab o'tgandek, Fransiyada, Belgiyada nurg'un davlatda o'ngchilar g'alaba qildi. Shu tufaylidan Belgiyaninki bosh ministr vazifasidan istiqo berdi. Fransiyaning prezidenti Fransiyaninki parlamentni taqib o'tib, yangidan saylam o'tkazdi. Saylamda prezident Macronning partiyasi utdi, ammo radikal o'ngchi partiyalarmi utolmadi. Mo'tadil tipdagi partiya utgan bo'ldi. Ammo o'ngchilar, ya'ni radikal o'ngchilar xil ustunlikni egalladi. Endi shundoq bir vaziyatda Yevropada o'ng bosh ko'tarayotgan bo'libmi radikal o'ng, hatto natsist o'nglar, faşist o'nglar g'alaba qilayotgan bir mezgilda Angliyada sol g'alaba qildi. Angliyadagi solchilarning g'alaba qilishidagi asosli omilni tadqiqotchilar, kuzatuvchilar asosligi muhofizkor partiyaniki, konservativ partiyaniki, fuqarolarninki davolanish va sug'urta degandek asosli ehtiyojli masalalarga yetarli ko'ngil bo'lmaganligiga bog'lab tushuntiryapti. Shu tufaylidan Angliyada xalq norozi bo'lib, oxiri o'ngchilarni rad qilib, uning o'rniga solchilarni chiqargan bo'ldi. Bu xil vaziyat qaraydigan bo'lsak, Turkiyaninki oldingi qatimliq yerlik saylamida ko'rilgan. Turkiyaning yerlik saylamida sol yoki o'ngga yaqin markaz sol hisoblangan Turkiyaninki o'qituvchi Cumhuriyetçiler partiyasi mutlaq ustunlikni egallab, hokimiyat beshdagi partiyani Turkiyada ikkinchi partiya o'rniga tushirib qo'ygan. Bu xil ahvol Angliya bilan o'xshab qoldi. Ya'ni Angliya bilan Turkiyada sol g'alaba qilayotgan bir mezgilda Yevropaning boshqa yerlarida o'ngchilar g'alaba qilyotdi. Amerikada sol bilan o'niki raqobat intayin keskin. Shunga bu qatimqi Trump bilan Bidenninki saylimida kimning o'tishi qarab turib, ondan keyin unga bir narsa deyalaymiz. Ro'shan shaklda yoki o'ngchilar yoki solchilar o'tadi deyolmaymiz. Ammo Yevropaninki nurg'un yerlarida o'ng bosh ko'tarayotgan bir mezgilda Angliyada sol g'alaba qildi. Endi bu solchilarninki Angliyadagi Emgakchilar partiyasiniki biz Uyg'urlar bilan bo'lgan qanday munosabatda bor desak, bu yerda ham foydali tarafi bor, ham ziyonli tarafi bor. Ammo jiq ko'rinarlik emas. Chunki har qaysi partiya taxtga chiqsa chiqsin, bularning oxirida o'ylaydigani o'z davlatining manfaati bo'lg'achqa, tashqi siyosatda bo'lib, Xitoyga bo'lgan siyosatda mohiyatlik o'zgarish bo'lishi notayin. Ammo ma'lum o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Oldingi konservativlar partiyasi asosliqi Xitoyni cheklashni, Xitoyning taraqqiyotini bo'g'ishni, Amerika bilan birlashib turib, Xitoyga bakrak qattiq qo'l bo'lishni tashabbus qilgan bo'lsa, hozirgi Emgakchilar partiyasi bu jihatda Xitoy bilan hamkorlashishni, cho'ng jihatdan Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni o'ylaydi deb o'ylayman. Ondan keyin kishilik huquq masalasi kelgan vaqtda muhofizat oldingi konservativlar partiyasi
Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatiga bek ko'ngil bo'lmagan. Buning o'rniga Xitoy bilan bo'lgan savdoni bakrak birinchi o'ringa qo'ygan. Hatto Uyg'ur majburiy emgakiga chetilgan mahsulotlarni Turkiya deyman, Angliyaga akirishga yo'l qo'ygan va bu to'g'risida da'vo etishni, buni tekshirishni rad qilgan. Oldingi qitimliq suhbatimizda Dunyo Uyg'ur qurultayining mushaqdagi da'voda utqanligini qisqacha so'zlab o'tgan edik. Demak, konservativ partiya Uyg'urlar masalasida bek aktiv bo'lmagan. Hamda sol liberalistlar yo'q, emgakchilar partiyasi bu jihatda yaxshi bo'lamdi deganda, bularningki saylam bayonnomalarida va buningdan burungi o'qituvchi holatdagi bayonlarida Uyg'ur kishilik huquq vaziyatiga, Xitoydagi kishilik huquq vaziyatiga, umuman Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ko'ngil bildirganligini, bu masalada Xitoy qattiq bo'lganligini ta'kidlab kelgan. Endi buni amaliyotda ijro qilamdi, buni ko'ramiz. Chunki hokimiyatga chiqishdan burun so'zlamak oson, ammo hokimiyatga chiqib bo'lgandan keyin uni qilish oson emas, bevosita manfaatga taqashgan vaqtda. Ammo Xitoyga taqobil turish jihatdan konservativlar qaraganda bular biroz hamkorlashish, so'zlashish, dialoglashishni asos qilganligini bilalaymiz, ideologiyasiga qarab turib. Oldinqisi Xitoyni cheklash, yiroqlashtirish, to'sishni maqsad qilgan bo'lsa, bu biroz hamkorlashib ish qilishni maqsad qiladi. Kishilik huquq masalasida oldinqisi Angliyaning davlat manfaatini, kapitalistlarning manfaatini bakrak qo'g'digan bo'lsa, bu kishilik huquqni, insonlarningki asosiy huquqlarini, manfaatlarini bakrak qo'g'daydi. Ammo oxirgi hisobda davlat manfaatini chiqish qildigan bo'lg'achqa, shunga konkret amallashishiga qarata aldirab bir narsa degili bo'lmaydi. Ko'chmanlar masalasida bular oldingilarga qaraganda biroz yumshoq bo'ladi deb o'ylayman. Bu jihatdan agar Angliyaga panohlangan Uyg'urlar bo'lsa, Angliyada panohlik tilab, uningki rasmiyatlari bitmagan, qaytarish xavfi bor degandek kishilar bo'lsa, u chog'da bularga mencha xo'sh xabar, foydali deb qarayman yangi hukumatning chiqishi. Chunki bilganimizdek oldingi hukumat Angliyada ko'chmanlarni qaytarish jihatda keskin tadbirlarni olmoqchi bo'lganda, hatto ko'chmanlarni ularning iltimosi chiqib bo'lguncha nimada Rwandami, Ugandami, Afrikada bir davlatga qaytarib shu yerda tutib turadigan bo'lgan. Ammo yangi hukumat buni rad qiladi. Shunga kon hukumatning bu qarorlari ijro qilinmaydi. Bular uningga qaragan chog'da biroz insonparvar va kerak muomala qildi. Bu jihatdan yana Angliyada turayotgan Uyg'urlarga nisbatan iltimosi qabul qilinishi bosqichidagi kishilarga nisbatan yaxshi bo'ldi. Endi Angliyaning saylamidan meningki Uyg'urlar uchun, yana bo'libmi Uyg'ur rahbarlar uchun, boshliqlar uchun oldigan yana bir demokratiya darsi bor. Oldin qatim men Yevropa saylami natijasi chiqqan vaqtda mayli Belgiyaning bosh ministri istiqo berganda bo'lsin yoki Fransiyaningki prezidenti parlamentni taqib o'tganda bo'lsin, buningki bizga bir demokratiya darsi ekanligini degandim. Angliya o'xshash shundoq bir darsni bergan bo'ldi. Angliyada konservativlar partiyasi yengilgandan keyin saylam oqshimi konservativlar partiyasininki boshlig'i Rishi Sunak, Angliyaning bosh ministri, kameraning oldiga chiqib ayoli bilan birga Angliya xalqidan o'zining partiyasidan kechirim so'radi va rasmiy holatda istiqo berganligini jakoladi. Va saylamdagi to'liq mag'lubiyatdagi to'liq mas'uliyatni ustiga oldi. Endi mas'uliyatni ustiga olish bir jasorat talab qiladigan ish. Men izchil ta'kidlab keldim. Mas'uliyatni ustiga olish bir jasorat talab qiladigan ish, mardlik talab qiladigan ish. Istiqo berish bir axloq, istiqo berish bir pozitsiya, istiqo berish bir mardlik, odamiylik. Ma'lum bir mag'lubiyatga uchraganda, siyosiy yo'llarning hech bo'lmagandek
turuvilishi bu siyosiy jihatdan bir axloqsizlik ham o'ziga bo'lgan ishonchniki nihoyatda tuvanligi. Agar shu o'rindan ayrilib qolsa, jinni boqolmaydigan, shu o'rindan ayrilib qolsa, kishilarning hurmatiga erishamaydigan insonlar hokimiyat o'rindiqlaridan ayrilishdan qo'rqidi, mansabdan tushishdan qochadi, hatto qo'nchoq mansab bo'lgan taqdirdami. Shunga Angliyaningki bosh vazirininki bu pozitsiyasi Angliyaga nisbatan hech bir yengillik emas, ammo dunyoga nisbatan, bizga nisbatan yana bir urinishga tegishlik o'lga bir demokratiya darsi. Buni har kim qilolmaydi. Dunyoning nurg'un yerida agar o'xshash ahvol yuz bersa, qanday qildi? Bu mas'uliyat mening qo'limda emas, ya'ni mendan yuz bermadi. Ilgirki hukumatlarninki, ilgirki bosh vazirlarninki mas'uliyati. Men huquqni yangidan o'tkazib olgan, bilganimizdek uningga 2 yil bo'lmagan. Shunga men bundan keyin taxammu kuchlanib taraqqiy qildirib partiyani birinchi qilaman. Adidi, shadidi deb quruq gap qilib huquqdan tushmaydi. Ammo Angliyaning an'anasida tushmaymi amali yo'q. Lekin xiloflik qilsa, rezillashganni, nacharlashganni, satlashganni hisob qilmaganda qila oladi bir inson. Ko'ryapmiz dunyoning nurg'un yerida nurg'un kishilarninki shu taxt uchun jonlarini tikib nurg'un insonlarni qurbon qilayotganligini. Menimcha bu yana biz o'rganadigan bir yaxshi taraf. Biz Uyg'urlarninki ish beshidagilar vatanda albatta Xitoyning qo'choq amaldorlari bor. Ular istiqbol berish erkinligiga ega emas. Ammo chet elda bizning o'zimizning irodasi bilan ish qila olamiz. Shunga muddati to'shqanda tushishni bildigan, saylangandan keyin saylanmaganda tushishni bildigan, saylan bilan chiqib saylan bilan tushishni bildigan, ondan keyin ishlar qamlashmaganda, ishlarni yurishtirolmaganda, aplashtirolmaganda, mag'lub bo'lganda mas'uliyatni ustiga olib tushishni bildigan shundoq rahbarlar, shundoq kishilar bizning ish beshimizda bo'lgan vaqtda ondan keyin bizning ishlarimiz taraqqiy qildi. Bo'lmasa 10 yillab, 20 yillab davomli o'xshash muqomga to'g'lab bizning ishlarimiz olg'a bosmaydi. Xuddi dunyodagi nurg'un davlat va millatlarninkimi ishlari olg'a bosmagandek. Yani qachon qarasang bir partiya, qachon qarasang bir odam ishning beshida. Bizga o'xshash davlat yo'q, kuch yo'qlarniki ishi taxambak olg'a bosmaydi degan gap. Uzatmayli Angliyaninki bu parlament saylimi bizga shunday bir dars berdi. Endi 3-chi bo'lib o'tgan hafta oldingi hafta yuz berdi. Oldingi hafta elib berildi. Ammo biz bu haftalik programmada birga so'zlaymiz. Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'ini Qozog'istondagi Ostonada elib berildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti har yilda bir qatim boshliqlar uchrashuvi elib boradi. Bu qatim choy quyish navbati Qozog'istonga keldi ekan. Shunga Qozog'istonningki prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev qaysi kishilarni taklif qilib Ostonada ularga choy quygan bo'ldi. Har qaysi davlatlarning boshliqlari bu yig'inga yig'ildi. Shanxay hamkorlik tashkilotininki hozir 9 a'zo davlati bor. Buning aslida 5 davlatdan boshlangan bir tashkilotdir. 96-yili Xitoyninki Shanxayda qurilgan. U vaqtda Shanxay 5 deb ataladi. 2001-yili bu tashkilot cho'ng'ayib Tojikistonda qatib 6 tashkilot birlikda Shanxay hamkorlik tashkiloti dedi. Chunki har bir davlat qatilganda endi Shanxay 5, Shanxay 6, Shanxay 7 degan bo'lmagan ekan. Buni Shanxay hamkorlik tashkiloti deb o'zgartdi. Bu tashkilotning hozir 9 a'zosi bor. Aslida 8 di. Bu qatimki yig'inda Belorussiya, ya'ni oq ruslar bu tashkilotga rasmiy a'zo bo'lib qatnashdi. Shuning bilan 9 bo'lgan bo'ldi.
diqqat qilgan bo'lsanglar, o'tgan 3-4 yildan buyon BDT'dagi Uyg'urlarga qarshi birlashma xatlarni yozishda, Uyg'urlarni qo'llaydigan g'arb davlatlarining bayonotlariga qarshi turishda Belorussiya eng aktiv daldaklik qilib kelgan, Xitoyga xushomat qilib, Xitoyning chapinini ko'tarib, Xitoy buni mukofotlagan bo'ldi deb hisobda. Mana bu qatim Shanxay hamkorlik tashkilotiga rasmiy a'zo qilib oldi Belorussiyani. Shuning bilan Irandan keyin qatilgan davlat Belorussiya bo'ldi. Shanxay hamkorlik tashkiloti kengaydi, 9 a'zoga chiqdi. Afg'oniston bilan Mongoliya hozir ko'zatchi holatda, undan boshqa Turkiya, Saudiya Arabiston, bu degandek yana 5-6 davlat suhbat hamrohi yoki dialog hamrohi sifatida mavjud bo'lib turibdi. Turkiya bu tashkilotga kirish uchun bir tarafdan sho'lguyni iqitib turayotgani necha yil bo'ldi. Erdo'g'an 2022da kirgimiz bor osonlar degandi. O'ylashib baqayli deb qo'yoqliq, bilishimcha Xitoy taraf yoqtirmaydi Turkiyaning kirishini. Ammo Rossiyaninki toza aniq emas, ammo Rossiya biroz illiq muomala qilyapti. Turkiya o'zininki kirish kirmasligini bilmaydi mencha. Yevropaga, Amerikaga noz qilib, men sen meni yaxshi tutmasang, yaxshi muomala qilmasang, men Xitoy bilan Rossiya yurma deb noz qilayotgan bir ahvol bor. Ammo rasmiy alayli deganda kirmamdi, uningga narsa tegili bo'lmaydi. Endi bu tashkilot aslida Uyg'urlarni bostirish uchun qurilgan tashkilot. Shunga bu tashkilotningki har bir yig'iniga alayida diqqat qilish kerak. Chunki bu tashkilot 96-yili qurilgan vaqtda 2-3 tek maqsadi bor edi. Hammasi bexatarlik masalasi edi. Bulardan biri Qirg'iziston, O'zbekiston degandek davlatlar bilan bo'lgan bizning Sharq Turkistonning chegarasini bekitish masalasi edi. Bu masalani hal qilish jihatda bu tashkilot o'zining rolini joriy qildi. Xitoylar bu davlatlar bilan bu davlatlarningki talashib qolgan zaminlarni texnik ko'p elib olish shaklida hal qilgan bo'ldi. Uningdan qolsa ikkinchi bir masala bu tashkilotningki Uyg'urlarni bostirish, Uyg'urlarni terrorchi qilib dunyoga to'ntirish ko'rsatish edi. Bu jihatda bu tashkilot o'zining rolini joriy qilgan bo'ldi. 2000-yillardan tortib O'rta Osiyodagi davlatlarda Uyg'ur tashkilotlari bostirildi. Uyg'urlar terrorchi qatorida Xitoyning talabi bo'yicha cheklandi. Bu davlatlar Uyg'urlarning siyosiy faoliyatlarini tamamen chekladi. Aslida Xitoyning maqsadi bir tarafdan Uyg'urlarni bostirish, yana bir tarafdan bu qo'shni Turkiy Cumhuriyetlerden Uyg'urlarga keladigan kelgusi bir yordamningki oldini olish uchun bu tashkilotni qurgan. Bu tashkilot bu jihatdan rolini yaxshi joriy qildi. Shuning bilan 2001ga kelganda bexatarlik hamkorligining doirasini kengaytirib, iqtisodiy hamkorlikqa kuchaytirdi. Natijada Shanxay hamkorlik tashkiloti o'ttirg'i chiqdi. Shanxay hamkorlik tashkiloti bara kuchayib, kengayib, aslidagi bexatarlikni maqsad qilgan tashkilotdan hozir endi asosli iqtisodiy taraqqiyotni markaz qilgan bir tashkilotga aylanib qoldi. Endi bu tashkilot hozir burunqidek nishoni aniq konkret bir tashkilot emas. Chunki Pokiston bilan Hindistonning kirishi bu tashkilotningki xarakterini texmo murakkablashtiryapti. Rossiya bilan Xitoyningki tashkilotdagi asosli kuch talashishi bu tashkilotningki birlashib G'arbningki NATO ittifoqiga qarshi bir kuch bo'lishini muayyan darajada cheklagan bo'ldi. Ammo yaqinqi yillarda Rossiyaningki Ukrainaga hujum qilib, Ukraina urush patqiga petib qilishi bilan
Xitoyga beqinishi, Xitoyning bu tashkilotda texmo kuchlanishini keltirib chiqadi. Xitoy bu fursatda O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan munosabatni texmo kuchaytirib, Rossiyaninki bu yerdagi ta'sirini texmo azaytgan bo'ldi. Ammo Amerika bilan yaqin, Angliya bilan yaqin munosabatda bo'lgan Hindistonninki bu tashkilotda mavjud bo'lishi ve baştan ahir Rossiyanın qo'llashiga erishishi, şunun bilan Hindistanning dushmani bo'lgan Pokistonning bu tashkilotda mavjud bo'lishi ve baştan ahir Xitoyning qo'llashiga erishishi bu tashkilotninki G'arbga qarshi bir lager yoki bir ittifoq holatiga kelishiga to'salg'u. Şuna Xitoy gerçi Şanghay Hamkorlik Teşkilatı'nı G'arbga bir qarshi kozor sifatida qo'llanishga tirishsimi, ammo bu tashkilotninki yaqinqi taraqqiyoti bu jihatda Xitoyning o'ylagandek yerdan chiqmayotidi. Shunga o'tgan yili Xitoy taraf Xitoy va O'rta Osiyo boshliqlar hamkorlik munbiri degan nomda ismini sal aralashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Boshqa bir Xitoyninki Xi'anda boshqa bir tashkilot qurib chiqdi va uni O'rta Osiyodagi davlatlar bilan bo'lgan munosabatni bevosita o'z oldiga betaraf qiladigan bir dialog munbiri sifatida bundan keyin mexanizm holatiga keltirmoqchi, sistemlashtirmoqchi. Chunki Shanxay hamkorlik tashkilotida Xitoy hozir yanada asosiy kuch bo'lsinmi, lekin bu yerda Rossiya bor ve G'arb bilan munosabati yaxshi Hindiston bor. Hindiston bilan qarama-qarshi Pokiston bor. Shunga birda qarorlarning elinishi biraz tez. Mana shundoq bir xarakterga ega tashkilot boshliqlari o'tgan hafta Qozog'istondagi Ostonada yig'ilib yillik uchrashishni elib bordi. Bu her yıllık bir uçuruşuz. Şunu bu yerde alayda bir çoğun karar yoki tedbirlerini elinde yoki buluş karakterlik bir narsa çıktı deb qarmayman. Ama kun tartibdagi meseleler muzokara qilingan bo'lishi muqarrar. Bulardan Ukrayna urushi, Palestin İsrailiyadagi urush, G'azza meselesi, ondan başka Afganistan'ınki meselesi, Afganistan'da Taliban hakimiyetga chiqqandan keyin hakimiyet o'zgardi. Endi bu Talibanni Afganistan'ın qonunliq hukumati deb turib Shanxay hamkorlik tashkilotiga taklif qilish kerakmi, emasmi degan masalalar muzokara temalari ichida deb o'ylayman. Undan keyin eng chong bir natija Belorussiyaninki bu qatim rasmiy tashkilotga a'zo sifatida qabul qilinganligi. Mana shundoq Shanxay hamkorlik tashkiloti Ostonada yig'in ichayotgan bir mezgilda G'arbninki harbiy qanoti bo'lgan NATO o'tgan hafta Washingtonda o'zininki qurilganligining 75 yilligini xotirladi. NATO'ninki 75 yilligini xotirlaydigan boshliqlar uchrashuvi 9-iyun Washingtonda boshlandi. Bu 3 kunlik uchrashuv. Endi oldin qatimqi yo'q, uningdan burunqi haftalik suhbatda biz G7 boshliqlar uchrashuvi haqida to'xtalgan. G7 boshliqlar uchrashuvi G'arbdagi boy 7 davlatninki sharqda faqat Yaponiya bor. Yaponiya mohiyatda G'arbga tava. Bu 7 davlatninki uchrashuvi va ularninki iqtisodiy, siyosiy har xil masalalarni hal qilishi va kun tartibdagi masalalar haqidagi to'xtalganligini biz qisqacha so'zlab o'tgan. Endi bu qatim buni texmo kengaytirilgan bir yig'in deyishga bo'ldi. NATO G'arbninki harbiy qanoti deyishga bo'ldi. G'arb deganda bu yerda Amerika va uning boshchiligidagi Yevropani ko'z tutamiz. Ikkinchi dunyo urushidan keyin shakllangan xalqaro tartibda Amerika Yevropani
o'zining himoyasiga ilish orqali dunyoni boshqarish strategiyasi yo'l qo'ygan. Ve bu Amerika ve Avrupa birleşip G'arb deb atildi. Endi mushu ittifoqninki eng chong harbiy qanoti NATO. NATO'ninki hozir 32 a'zo davlati bor. Turkiya mu NATO'ga a'zo, balki xabaringlarda bor. NATO'ninki bosh shtabi Belgiyaninki Bryusselda. NATO'ninki harbiy kuchi intayin cho'ng. Buningki nupusi mu nihoyatda ko'p. Endi NATO'ninki bu qatimliq Washingtonda ochilgan yig'inimi intayin cho'ng ahamiyatga ega. NATO boshliqlar yig'inida biz diqqat qiladigan asosli nuqta NATO'ninki bu qatim Xitoyni rasmiy Rossiyaninki Ukraina urushiga yordam berdi deb ayblaganligi. Bu chaqgacha ogohlantirib kelgan bu qatim Xitoyni rasmiy Ukrainadagi urushga yordam berdi deb aybladi. Ondan keyin Xitoyni asosliq dunyo xavfsizligiga ta'sir yetkazayotgan kuch deb qaradi. Bu tamamen yenilikmi emas. Yaqinqi yillardan buyon Amerika Xitoyni izchil bara raqib deyishdan dushman deyishga qarab o'zgardi. Yevropadagi davlatlarninki bu kechiringlar. Bu vaqtdagi qarashi biraz mujmal. Yevropada ba'zi davlatlar Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yana birinchi o'ringa qo'yyapti. Amerikaning Xitoyni cheklash siyosatiga toza moslashmayapti. Shundaqdimi NATO'ninki bu qatim bundaq bir birlashma bayonotda bundaq bir ifodalarni qo'llanishi masalaninki taxmo kuchayganligini, Amerika Xitoy o'rtasidagi masalaninki NATO Xitoy o'rtasidagi munosabatga qarab taraqqiy qilayotganligini ko'rsatdi. Shunga bu qatimqi NATO boshliqlar yig'inida qiziq nuqtaninki biri Xitoy, yana biri Rossiya. Burun Amerikaninki hozirgi prezidenti Biden yoki boshqa bir qism NATO rahbarlari Xitoy bilan Rossiyaning munosabatini bek mubolag'a qilib etmaslik kerak deb qaragan. Alazal 2 yil burun Rossiya Ukrainaga hujum qilgan vaqtda bir qism kishilar buni Xitoyninki qo'llashi bilan qildi. Shunga Xitoy bilan Rossiya birlashib G'arbga qarshi ittifoq shakllantirdi desa, hatto Baydenninki Rossiya bilan Xitoy ikkisi tarixdan tortib urushib kelgan davlatlar bir-biri bilan yomon yiqilishib ketdi deb qarasak bo'lmaydi. Menimcha biz Xitoy Rossiyaning hamkorligini sal mubolag'a qilyapti degan. Nurg'un G'arbdagi siyosiyonlarmi shunday qaragan. Ya'ni Xitoy Rossiya o kadar yiqilisholmaydi deb qaragan. Chunki tarixga qarasak 1969larga kelganda Xitoy Sovetninki yadro bombasini yeyishdan qo'rqib Amerikaga o'zini atdi. Shunday bir vaziyat bo'lg'achqa, shunga unchoq yaqin bo'lolmaydi deb qaraganda. Ammo Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatniki Amerikaning G'arbning ogohlantirishiga qaramay bag'an siri kuchayishi, hatto o'tgan oyda oldingi oyda balkim Xitoy bilan Rossiyaninki qaytadan yana kuchlantirilgan strategiyalik hamkorlik munosabati o'rnatishlari buningki ismi o'zgargan bir ittifoq holatiga taraqqiy qilganligi G'arbdagi bu xil qarashni o'zgartdi. Shunga G'arbninki nurg'un siyosiy yo'llari Baydenmi shuning ichida Amerika prezidenti Xitoy bilan Rossiya haqiqatan yaqin do'stlardan bo'lib ketibdi. Biz o'ylagandek ular
ittifoqlashammas degan to'q, ammo ittifoqlasha oladiganday turdi deb qarashlarini o'zgartirishga boshladi. Bu qatimqi yig'inda bu aniq o'ttirib chiqdi. Xitoyni bu chaqqicha Rossiyani iqtisodiy va yoki boshqa texnika jihatlardan qo'llayotdi, ammo bevosita qurol yarog' harbiy jihatdan qo'llig'ini yo'q deb qarab kelgan. Ammo bu qatimqi NATO'ningki xitobnomasida boshliqlar uchrashuvining xitobnomasida Rossiyaniki Xitoyni rasmiy qo'llaganligini va qo'llayotganligini tilga oldi. Yana mundaqcha aytganda, NATO nuqul Rossiyaningki Ukrainaga hujum qilganligini Rossiyaning jinoyati emas, Xitoyning jinoyati deb qaraydigan vaziyatga keldi degan gap. Hamda Bayden bu yig'inda aniq qilib qasam qildi. Kanadaning prezidenti, bosh ministri Trudeau, bundan boshqa nurg'un NATO rahbarlari qasam qilib Ukrainani qo'llaydiganligini, Rossiya yoki taxmin qilib aytganda Rossiyaning prezidenti Putin Ukrainada g'alaba qilsa bo'lmaydi dedi. Buningga biz qat'iy yo'l qo'ymaymiz, yo'l qo'yolmaymiz dedi. Endi buning uchun yana Xitoyni nishon qildi. Xitoy Rossiyaga yordam bermasa, Rossiya mag'lub bo'ldi demakchi maqsad. Bundan tortib deyilib kelgan gap shu, ammo bu qatim biroz qattiq qo'l bo'ldi. Shundaqdimi meningki kuzatishimcha G'arb yanalam Xitoyni Rossiyadan ayirishga tirishidi. Xitoy bilan Rossiyani bitarafda haydablam har ikkisiga o'xshash jazolarni berib, bu shaklda taxim yaqinlashtirib o'tishni xohlamaydi. Chunki Xitoy Rossiyaga o'xshash iqtisodiy jihatda ojiz davlat emas. Xitoyning iqtisodiy taraqqiyoti G'arbga bog'langan, Amerika eng chong savdo sheriki. Shunga bir tarafdan Xitoyni ayblab, yana bir tarafdan Xitoyni sen Rossiya bilan bir tarafda turib tayoq yeb ketmagan. Mening seni o'g'im yo'q, shunga sen Rossiyadan ayrilib turgan deyishga tirishidi. Xitoymi bir tarafdan Rossiyaningki biz adash bo'la olsak, do'st bo'la olsak, qiyin kunga kelganda menga yordam beringlar. Agar bugun sizlar menga yordam qilmasanglar, men kelgusi sizlarga yordam qilmayman degan bisimi bilan yana bir tarafdan Amerika va Yevropaningki sen Rossiya bilan birlashsang, uning qo'llasang, senimi tang urimiz. Sening manfaatingga daxli yetadi. Agar biz sen bilan tijorat qila bo'lsak, yaqin o'ta bo'lsak, unda bo'lsa sen Rossiyani qo'llama degan ikki talabni o'rtasida maymun o'yini o'ynashga tirishidi Xitoymi. Bir tarafdan Amerika, Yevropaningki besimiga javob qaytarib, yana bir tarafdan Rossiyaningki talabiga javob qaytaradi deb qarayman. Bu jihatda qaysi taraf qanchalik o'ynay oladi, kim-kimni joylay oladi, buni tarix ko'rsatadi. Endi Washingtonda NATO'ningki boshliqlar yig'ini echilayotgan shundoq bir paytda Xitoyningki Biyadi shirkati Turkiyaga o'zininki zavodini qurdiganligini, Turkiyaga 1 milliard dollar mablag' soldiganligini, bu zavodningki 2026-yili putib ishga kirishdiganligini jakarladi. Erdo'g'an Biyadi'ninki BYD inglizcha, Xitoycha Biyadi deymiz bu. Biyadi'ninki boshliqlar bilan atoyitan o'zi ko'rishib, lint kesib, ularni qarshi oldi. Endi Biyadi bilmaydiganlar uchun qisqacha tushuncha bersam, Xitoyninki eng chong, hatto dunyodagi eng chong elektronlik, toklik mashina ishlaydigan zavod. Buningki xalqarodagi Amerikadagi raqibi Tesla. Bu Xitoydagi chong toklik avtomobil zavod shirkati. Endi bu shirkat Turkiyaning Manisaga zavod qurdi ekan, xabarga qaraganda. Bu zavod ishga kirishganda kuniga 150 damdo
mahsulot, mashina ishlab chiqara oladi ekan. Men oldingi tunji qatimliq programmada Turkiyaningki tashqi ishlar ministri Hakan Fidanninki Xitoyga yoki uningdan keyin bizning Sharq Turkistonga bekorga bormaganligini, bularning Uyg'urlar uchun ish qilish niyati yo'qligini, Turkiyaning bayoq g'amininki qanday qilgan vaqtda Xitoy bilan savdo qilib, Xitoydan ko'proq pul elish ekanligini tilga olib o'tgan edim. Bizningki bir qism tashkilotlarimizningki mas'ullari yoki bizning sodda xalqimiz Hakan Fidanning gilastukidan ma'no chiqarib, ko'k gilastuk taqabdi, bizni qo'llabdi deb ahmoq bo'lib yurgan vaqtda men buningki quruq orzu ekanligini, buningki chiroyliq tamoq qilishdan boshqa narsa emasligini, zaiflikning, ojizlikning simvoli ekanligini tilga olgan edim. Qiziqarli yeri shu yig'inda mashin ro'yimi ko'k gilastuk taqab, bu kishilarningki umidini yerda qo'ygan edi. Endi bu qatim Xitoyningki Biyadi şirketi Turkiyaga 1 milliard mablag' solib mashina ishlab chiqaradigan bo'libdi. Mana Xitoyni Hakan Fidanning Xitoy qilgan ziyaratining mas'uli, undan keyin Erdo'g'anningki Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlar uchrashuvida Shi Jinping bilan kurashganda degan gaplariningki mahsuli. Albatta bu oldin o'ylashtirib planlangan bir ish bitganda undan keyin suv yuziga chiqadi, biz ko'ramiz. Demek Türkiye'ninki bayoq maqsadi Xitoydan pul undirishni qo'ydi. Endi buning orqa ko'rinishi haqida ozroq to'xtalishimiz kerak. Nemishqa desa, hamma davlat Xitoy bilan tijorat qilib pul topsa bo'ldi ekan, Turkiya topsa bo'lmamdi. Amerika topsa, Yevropa topsa gapingiz yo'q, Turkiya topsa chidamamsiz deydiganlar borimizda. Turkiyaliklardan bekrak yaxshi ko'radigan kishilar bor. Albatta biz mi yaxshi ko'ramiz, ammo men hukumat yaxshi ko'rmayman. Endi bu yerdagi sabab shu. Biyadi Uyg'ur majburiy emgakiga chetilgan bir shirkat. Dokumentlarda Xitoydagi Biyadi shirkatining Uyg'ur qiz o'g'illarini majburiy ishlatayotgan zavodlardan biri ekanligi tilga ilinayotgan bir mesele. Endi Uyg'urlarni majburiy emgakka silib ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarningki Turkiyaga kelishi yetmedi. Turkiya buni tekshirmadi, buningga qo'l tiqmadi. Endi shularning o'zi kelib bu yerga zavod qurdi ekan. Turkiya agar bu Biyadininki tayyor zapchastlarini Xitoydan ekilib bu yerda qurashtirib pul topsa, uningdan baj olsa, uningki Uyg'urlarningki qini, teri bedeliga kelganligini o'ylabdimi, o'ylamabdi. Endi nima deb yillardan buyon bu Biyadi Turkiyaga mablag' solmay endi sağız kelib qoldi. Ishninki orqa ko'rinishi bor. O'ylaydigan bo'lsak yoki qaraydigan bo'lsak, Amerika Xitoyga Uyg'ur majburiy emgaki tufayli dehshatli jazo beryapti. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni Amerikada hozir shiddatli ijro qilinyapti. Her ay, her hafta yeni teşkilatlar, yeni zavodlar, şirketler Xitoydagi cheklash tizimligiga kirgizilyapti. Yevropa bu jihatda men oldin qatim degandek bo'shanliq qilib kelgan, Angliya bo'shanliq qilib kelgan, ammo Yevropadagi, Angliyadagi Uyg'urlarningki va boshqa yerlik haqqoniyatchi yoki vijdonliq o'zining davlatining manfaatini qo'g'daydigan kishilarningki davomli kuchishi o'ttirg'i chiqishi bilan Yevropadami Uyg'ur majburiy emgakiga munosabatli qonunlar chiqishga temsilyapti ve Yevropa'mı asta bu jihatda qadam olyapti. Yine Xitoyninki Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik shirkatlarini jazolashni
jazolashni yo'l qo'yyotidi. Endi bundaq bir ahvolda Turkiya Xitoyga nima deyotidi? Amerika cheklagan bo'lsa, Yevropa cheklagan bo'lsa, kel. Biz qarshi olamiz. Bizda zavodingni qurib, mahsulotingni ishlab chiqarib, akal qurashtir, sat. Deyotidi. Xitoymichu yaxshikan-ku, Turkiya Yevropaga yaqinkan. Amerikaga, Yevropaga satolmasak, Turkiyaga sotiladi. Turkiyaga kelib, Turkiyada zavod quriladi deyotidi. Ya'ni bu yerda fursatparastlik qilayotgan bir Turkiya bor. Bir tarafdan yeklanib zarba yeyotgan, yana bir tarafdan bozor ochishni izlayotgan bir Xitoy bor. Bu ikkisi kelishib, aplashib savdosini qilmoqchi. Bizni afsuslantirdigini mana mushu tarafi Turkiyaniki. Turkiya Xitoy bilan savdo qilsin, davlat uning savdo qilish haqqi bor albatta. Ammo u Uyg'urlarninki haq huquqini qo'g'dash u yoqda tursin. Turkiyadan men buni kutmaydigan bo'lib ketdim bundan keyin. Ammo Uyg'urlarninki haq huquqini darsanda qilayotgan, Uyg'urlarning qizlarini, o'g'illarini qul qilib ishlatayotgan Xitoy shirkatlari bilan qilmasin buni. Buni biz bir Türk qarindoshlik nuqtasidan yoki musulmonlik nuqtasidan emas, insonlik nuqtasidan talab qilaylik Turkiyadan. Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlari bu masalaga qarata hech qanday inkas qaytarmadi. Biz namoyish qilamiz, Xitoyga qarshilik ko'rsatamiz. Xitoyninki Iroqdagi Xitoyninki simvollik faoliyatlarini intayin cho'ng ko'rib, onunğa toplanamiz. Masalan, oldingi oyda San'at umumi Turkiyaga kelgan vaqtda biz yig'ilib namoyish qildik. To'g'ri, u yerda Xitoylar bir maymun o'yini o'ynayotgan bo'lganligi. Ammo bu masalaga sal qaraymiz. Bu xil masalalarda nemishqa? Chunki Turkiya hukumati qilyotdi emasmi? Biz cho'ng bildigan Erdo'g'an, biz yaxshi ko'radigan Haqqon Fidallar qilyotdi emasmi buni? Shunga gap qilolmaymiz. Amaliyotda bu Turkiyaninki bununğa davlat yo'l ochib, davlat mablag' sarf qilayotganligi, Uyg'urlarning huquqini darsanda qilganlik. Ko'k gilaslikni taqab Urumchiga borgandigu, Uyg'urlarni qo'g'dirmoqchidigu, Qashqa, Urumchi Turkning yurti deb dunyoga uchur bergandigu, endi nima bo'ldi? Mana masala mushu ishning bu tarafi bizni afsuslantirdi. Ishning bu tarafi bizni g'azablantirdi. Shunga Turkiyaninki hech bo'lmaganda Uyg'urni qo'g'diyolmagan holatdami? Uyg'urga zulm qilmaslik kerakdi. Uyg'urga zulm qilayotgan bir shirkatninki mablag'i uchun ularninki Turkiyada shirkat qurishi, zavod qurishiga cheklimisiz yo'l ochmaslik kerak edi. Yevropa, Amerikada yeklanayotgan bir vaziyatda Turkiya buni fursat bilmaslik kerakdi. Turkiya yillardan buyon Uyg'urlarning haq huquqini qo'g'dashda Amerika, Yevropa bilan bir safda tumay keldi. Nimishqa? Xitoyga men Amerika tarafda emas degan uchurni berish uchun. Men Amerika tarafda emas. Men ayrim bir taraf mening talabim qondirilsa, men shuning rozi demakchi. Turkiya buni albatta biz Uyg'urlarning haq huquqini ayrim qo'g'daymiz. Chunki Amerika bilan Yevropa bilan Xitoy o'rtasida geopolitik urush bor, soha talashish, ta'sir talashish kuruşu bor. Biz uningga kirib qolg'imiz yo'q. Biz Uyg'urlar masalasida siyosiy qurolga aylanishni xohlamaymiz, kishilik huquqni biz ayrim qo'g'daymiz deydi. To'g'ri, bizmi xohlamaymiz Uyg'urlar masalasida siyosiy qurolga aylanib qilishini. Amerikaning, Yevropaning Xitoyga taqobil turishdagi siyosiy ko'zlarilar emas, balki haqiqiy insonparvarlik nuqtasidan qo'llashini umid qilamiz, arzu qilamiz. Albatta Turkiyadan shuni arzu qilamiz. Ammo Turkiyaning qilayotgani menimcha bo'lganda Uyg'urlarning haq huquqini ayrim qo'g'dash emas, o'zi deyotgandek Uyg'urlarning huquqini qurbon qilish, buning badaliga Xitoydan manfaat kelishish. Bu bizni afsuslantirgan bir masala. Shunga bizningki agar Turkiyadagi tashkilotlarimiz yoki Dunyo Uyg'ur qurultayiga o'xshash xalqarodagi Turkiyaning ta'siri ostida bo'lmagan tashkilotlarimiz
navada Uyg'urlarning menfaatini haqiqiy chiqish qilsa, Uyg'urlarning menfaati uchun boshqa tashqi besimlarga parvo qilmaydigan holatda kuchlik his qilsa o'zini, bunga qarata javob qaytarish kerak. Turkiyaning bu harakatini ayıplash kerak. Türkiye Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dayman deb turib yoki Türk dünyasınınki başlamchisiman deb turib bundaq fursatparastlikni, bundaq menimcha bo'lganda nacharlikni qilmaslik kerak. Bugungi suhbatimiz mushu yergacha bo'lsin. Havo bek issiq, men bek nima qilib ketdim. Alloh xolisa kelayapti davomlashtiramiz. Allohga emanet.